Assalomu alaykum. Agrobiznes ishqibozlari, dehqonlar. 30-noyabrga ketdik. İşimizni kelgan joydan yana boshlaymiz. 4 5 talik holatda mana lider qo'yish bor, yakka lider qo'yish ham bor. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta lider qo'ydim. Bu narsa ham tajriba bo'lib o'tgan. O'sish ancha orqaga tortadi, to'xtaydi. Yangi shox chiqmasdan faqat meva yotib oladi holatda. Semirang qolmamiz bu. Shu holatda qo'ygan shoxlarimiz kam emas. Keragidan ortiq bu yerda. Tasavvur qiling, bitta olma 150 gram chiqadimi? 200 gram. Bitta shoxda masalan mana 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 10 ta oshiq kurtak bor mana shu bitta shoxda. Endi bu yerda qancha shox qo'yilyapti? Bog'bon ustalari qo'ygan shoxlardan biz ko'proq qo'yapmiz. Hosilni ko'taraveradi, chunki bu olmamiz yoshi katta. Bemalol ko'taradi, ozuqani yetkazib bera oladi. Shunaqa narsalarni e'tiborga olish kerak-da. Meni fikrim bu. Endi mana bu yerda 5 yulduz qizil olmamiz. Perexod deymiz. Biz bu olmalarimiz yana 2 yil oldin pasaytirganmiz, yana shoxlarda. Meva shoxlar mana o'sib olgan 2 yilda. O'suvchi shoxlar kam. Har holda hozir atrofini olib chiqdik, pastki qismda. Kesib ko'rsatgan endi men o'zimman, operatorim yo'q meni. Chunki men dehqonman, kesuvchi dehqon. Mana shu ham oshiqcha. Mana bitta qo'limizda qancha meva shoxlar bor. E'tiborga 4 ta shox qo'yyapman. Ko'pchilik shularni olib tashlayapti. Yakkalab yana shoxlarni o'zini qo'yib qo'yyapti. Bizda holatimizda bu shoxlarga yetkazib beraveradi ozuqani. Bog'imiz eski bog' chunki olmamiz yosh. Mana ko'ryapsiz tagini. Yosh katta. Endi bu yerlarda hali kesib bo'lganimizda zichliq ko'p bu yerda. Qani kichkina qaytimizni ola olamizmi buni? Buni tashlash kerak. Pastki shoxlarimiz pastga ketgan. Mana pastda bu bir yaqin, lekin qo'yaveramiz. Buni bittasini qo'yamiz, bu yoqda shox bor chunki. Jup qo'ymaymiz. Mana juplikni ham pastini olib tashlaymiz. Bu shoximiz uzun, devazdan qaytarib qo'yishimiz kerak.
Çünkü mana shu yerda mana 1 2 3 4 5 6 7 8 ta meva bor. 9 ta. Shu yetadi bunga. Pastda ham mana shuncha meva bor. Mana shu haqini qo'yyapmiz yanida. Tevada hali qalin, tevani olamiz. Mana bu yerda salqinda qolib ketadi, buni o'tirish kerak. Meva bor bu yerda. Mana ham qaytarib qo'yishimiz kerak uchidan. Buni ham qaytaramiz uchidan. Bu yo'llar yaxshi. Mana shoxlarda bo'lgan kurtahlar olib qoladi. Oshcha qo'ysa va to'kib tashlaydi gulini. Keragidan oshchasini. Shu shoxlarda normal mevalar olish mumkin. Mayda bo'lib qolmasdan. Mana umumiy ko'rinish daraxtimizda. Hozir bitta shoxni katta qajida olaman men hozir. Qo'limda telefon bilan ola olmayman. Shu qalin paslar bo'ldi. Mana ikkinchi olmamiz ham xuddi shunga o'xshab ko'rinishda ichki oladan shoxlar bor. Yangi shoxlar. Ozgina ko'rsatib qo'yib bundan ham eski shoxlarni. Kurtaq tugagan joydan kesamiz. Qarch. Mana tanadagi yangi shoxlar bor. Bir jup ekan. Shuni meva qayta kiritish uchun 2-3 ta ikkita qo'yib qo'ysak, bu yildan keyin mevaga suradi shu. Meva olishimizni xohlasak. Mana tanalardan meva olish uchun mana shuni qo'yish kerak. Bu yildan keyin hosilga yotadi o'shalar. Bu yildan keyingi zamin bo'ladi. Tanadan kesib tashlasak, tana qurib qoladi, qop-quruq. Meva tega qochadi. Mana bu yerda ham tashlab qo'yamiz. Ko'rinish. Olmalarimiz qora shudring bosib tursa qora kana deymiz. Dorlash kerak. Bobomiz yaxshi qara olmagan vaqtida. Essiz bog'lar, kimlar bog' qiladi? Yaxshi qara olmaydi. Xo'ja ko'rsinga deymizmi?
Dishda etadan tutmasa, ikkinchi tish aralashmasa shunaqa qolib ketadi. Mana uzumchilarimiz ham men kuzataman, bitta uzumni o'zidan mana kechagina 140 millionga sotibdi. Ko'rgan bo'lsanglar YouTube'da. Farg'onadan bog'bonimiz bunun tevasini pasini o'rab chiqqan. Shu holatda kesilaveradi tog'lar. Yangi o'rganuvchilar bo'lsa omon bo'lamiz, biz ishni davom ettiraylik ertagacha. Hali mana bir qator olmamiz bor, yana ertaga bugun ertaga kesib olsak ajoyib emas.